qo'rqamiz. O'zimiz qo'rqoq bandalarmiz. Qabrga yolg'iz qolganda ahvolimizdan xabar olish uchun ikki farishta gurzi bilan kelganda Parvardigor holimizga tashlab qo'ymagin, qabrimizni munavvar qilgin. Parvardigor olam, o'zingning azamatingdan, qahringdan, gunohlaringdan qo'rqamiz, azobingdan qo'rqamiz. Parvardigor olam, qabrga tushganda, munkar nakirlar gurzi bilan kelganda, ilonlar bizlarni azob berishga kelganda, qabr bizni bir siqib qo'yganda, Parvardigor olam bizlarga rahm qilgin. Parvardigor bizlarni kechirgin. Dunyoda o'rtoqlarimiz ko'p, qabrda hech kimimiz bo'lmaydi. Dunyoda birodarlarimiz ko'p, azizlarimiz ko'p. Qabrda yolg'iz qolganda, qorong'ulik bizlarni bosganda, ustimizda tuproq tortilganda, Parvardigor sen bizga yordam bermasang, bizlarga yordam beradigan yo'q. Parvardigor bizlarni o'sha vaqtlarda ham Robbim o'zingning azamating, qudratingdan xoli qoldirmagin. Parvardigor barchamizga rahm qil. Barchalarimizni Robbim o'zing kechirgin. Parvardigor bizlarga o'zing ne'mat berding, mol va davlat berding. Robbim shukronasini ado qila olmadik. Parvardigor olam farzand ne'matini berding, ayollar ne'matini berding, ota-onalarni Robbim ne'mat o'laroq berding. Biz ularni haqlarini ado qila olmadik ya Robbim. Parvardigor olam bizlarni mana shunday xiyonatlarimizga jazo bermagin. Parvardigor olam barchalarimizni fitnalardan xalos bo'lmog'imizni Robbim nasib qil. Parvardigor barchalarimizni ota-onalarimiz jannat kalitlarimiz. Parvardigor dunyoda ularga xizmat qila olmadik. Ular vafot etishdi. Ularni ba'zilari bizni huzurimizda jamoat a'zolarini oldida. Parvardigor dunyoda ota-onalarimizga xizmat qila olmadik. Jannatda ularni xizmatlarini qilishlikka Robbim hammalarimiz nasib aylagin. Ular kasal bo'lib qolganda darrov bizga malol keladi. Ular og'rinib qolganda, ularni ozgina xizmatlarini qilganda darrov minnatga o'tamiz. Parvardigor olam ota-onamizga go'zal jannatga loyiq darajada ularni rozi qilgan holatda ibodatlar qilib ularni duolarini olishligimizni Robbim nasib qilgin. Ota-onalarimiz huzurlarimizda bizga shuncha joyga kelishligimizga ular xizmat qilishdi. Parvardigor ularni xizmatlarini qilishlikka Robbim malollanmaylik. Ota-onalarimiz o'tib qoldilar ba'zilarimizni. Dunyoda ularni xizmatlarini qila olmadik. Kasalliklarga qarolmadik. Kasal bo'lganlarda ularga qaraj bizga ozgina malol keldi. Parvardigor olam bizlarni kechirgin. Erta qiyomatda ham, dunyoda ham ota